Do'stim, arzonga uy so'raganlar diqqatiga. Zangiota tumani Nazarbek tekstilniyda 2 sotuvli xonadon chiqib qoldi. Rosta kasm arzon narxda ekan. Mahallaning ichida qo'ni-qo'shnilar bor, fayzli mahalla, asfalt bo'lgan, svetli stalbalarda svetlar bor, qo'ni-qo'shnilar bor, mana bola-chaqalar o'ynab yuribdi. Ahil inoq qo'shnilarning orasidan 2 sotuvli joy sotilyapti. Fasad razmeri 8 metr, ichkariga 25 metr. Arzon narxni videoni oxirigacha ko'rasiz. Narxini aytib o'taman. Yuring, ichkaridan bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Gaz suv svetlari bor. Mabodo suv yetmaydigan insonlarga aruda ham mana qishin yozin suv kelib turar ekan. Darvoza qo'yib qo'yilgan, kiramiz, ichkarini ko'rsatib beraman. Yuring. Men shuni bonusga berib yuboraman. Olsanglar. Uy ichiga suv kirgan, grafik bo'yicha suv keladi. 2 kunda, 3 kunda suv kelar ekan bu yerga. Gazlari bor, gazdan muammo yo'q, svetlari bor. Chap qo'lingizda hojatxona, bu yog'ida hammomga joy qilib qo'yilgan, qora suvodi plastiklari bo'lgan. Bu yog'imizda oshxona. Yashash uchun sharoitlar bor. Arzon uy so'raganlar uchun. Bu yog'imiz mana oshxona. Plastikli qilib bo'yab qo'yilgan, ozgina mehr berib yuborilsa, zo'r joy bo'ladi. Bu yoqda yashash uylarimiz bor. Akfaromlar qo'yib qo'yilgan, kosmetik remont qilingan. Arzon uy so'ruvdinglar, kelib bemalol bitta yosh oila sig'ib ketadigan joy. Ichkaridan ko'rsatib beraman. Keling, mana kiraverishimiz to'g'rimizda bitta xonamiz bor, tayyor 3,5 3,5, ataplinalar bor. Yangi ataplina qilib qo'yilgan ekan. Koridordan o'tganingizda katta zal, kattalar yotoqxonasi qilib foydalansangiz ham bo'lar ekan. Bu joyimizni narxini 29,5 ming so'rayapmiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqib savdo qilsangiz bo'ladi. Kelishadigan joyi bor. Siz ham uy sotmoqchi bo'lsangiz, tepada nomer qoldiraman, reklama xizmati uchun bemalol aloqaga chiqib bog'lansangiz bo'ladi. Bu videoyimni arzonga uy qidirib yurgan yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.